Toshmi postida atiga 2 kilometr kirib kelganda Ko'ksaroy institutiga yaqinroq joylar qarab olgan akalarimiz, opalarimiz diqqatiga old sutuli mana shu kompaktni xonadonimiz xudo xohlasa sizniki bo'lishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib tezroq ulgurib qolsangiz. Suv, svet, gaz, internetdan hech qanaqa muammogarchilik yo'q. Tezroq ulgurib qoladigan joylar. Ichkaridan kirib bir-biringizni ko'rib beramiz. Undan oldin mahallalarni qaranglar. Bir tekis, chip-chiroyli mahalla ekan. Ko'chalarni ko'rib turibsizlar. O'nqir-cho'nqir yo'l emas. Tep-tekis tushyapti, uylarni ko'rib turibsizlar. Bir qator tushgan, ketdik. Asosiy eshigimizdan kirib kelganimizda darvozaxonamizdan qaranglar. Bemalol mashina kirib qo'ysanglar bo'lar ekan. Old tarafimizga ham uylar tushgan, pastki tarafimizga ham uylar tushgan, lekin yer hisobida sotib yuborilyapti. Narx-navoni egalar bilan gaplashib, savdolashib qo'ydik. Bu yoq tarafimizni ko'rib turibsizlar. Kattagina yashil o'tirimizni ko'rib turibsizlar. Bu yoq taraf bir tekis 3 xona uylar tushyapti, hamda old tarafiga alohida ikkita katta xona qilib, fundament qilib quyilib tushirib qo'yilgan. Aytganimizda suv, svet, gaz, internetdan hech qanaqa muammogarchilik yo'q. Toshmi postdan atiga 2 kilometr kirib kelganimizda aynan shu yerga yetib kelar ekansizlar. Maktab, bog'cha yo'lning argi betida bor. Pastroq tushsa masjid ham yaqin. Lokatsiya juda ham zo'r. O'zingizlar bilasizlar, havosi toza, shinamgina joylar. Mahallani o'zingizlar ko'rdinglar. Albatta kelsangiz, o'zingizni xohishingizdek ko'rib, yoqtirib, bemalol baraka qilib olarsiz bo'ladi. Hozirgi paytda startiga bir sotiga $25,000 dan so'ralyapti. Inshaalloh haqiqatdan olmoqchi bo'lgan insonga gaplashib kelishtirib beramiz shu yerda. Pastki raqamlarga telefon qiling, o'zlari bilan gaplashib bog'lanib ko'ring. Hammanglarni kutib qolamiz. Joninglar sog', omon bo'lsin.